Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz nazariy va amaliy qismlardan iborat bo'lib, bugungi mavzuimiz qo'l-to'p o'yin qoidalari, to'pni olib yurish va uzatish texnikasini o'rganib chiqamiz. Qo'l-to'p o'yini gandbol deb nomlanadi. Qo'l, hand qo'l, bol to'p yoki to'pni qo'l bilan o'ynaydi degan ma'noni bildiradi. Sport o'yinlari turkumiga kiradi. 19-asr oxirlarida Yevropada paydo bo'lgan, aniqrog'i Daniyada gimnaziya o'qituvchisi Holger Nelson tomonidan ixtiro etilgan. Gandbol uchun maydon o'lchami uzunligi 40 metr, eni 20 metrlik maydon, darvozani uzunligi 3 metr, balandligi 2 metrlik holatda o'lchamda bo'ladi. Demak, maydonda 7 kishidan 2 jamoa 14 kishi harakat qiladi. Bitta jamoada darvozabon va 6 ta maydon o'yinchisidan iborat. Boshladim. Gandbol o'yinida to'p charim to'p bilan o'yin amalga oshiriladi. Og'irligi 325-475 grammgacha bo'ladi. Aylanasi 54-58 santimetrda diametrda bo'ladi. Demak, o'yinchilar to'p bilan faqat 3 qadamgina qo'yishi mumkin. 3 soniyagacha to'pni qo'lda tutib turish imkoniyati bo'ladi. O'yin jarayoni demak 2 bo'limdan iborat. Erkaklar uchun 30 daqiqadan, ayollarda 25 daqiqadan o'yin davom ettiriladi. Xalqaro gandbol federatsiyasi International Handball Federation qisqartmasi IFHF 1946-yilda 12-iyulda asos solingan bo'lib, 106 ta mamlakat a'zo. 1972-yilda erkaklarda, 1976-yilda ayollar gandbol olimpiada sport o'yinlari turkumiga kiritilgan. 1938-yilda erkaklar o'rtasida, 1956-yilda ayollar o'rtasida jahon chempionati, jahon birinchiliklari o'tkazilgan. O'zbekistonda gandbol 1923-24-yilda sobiq ittifoq davrida paydo bo'lib, birinchi musobaqa 1926-yilda Toshkentda o'tkazilgan. 1991-yil O'zbekiston Respublikasi mustaqil ravishda gandbol federatsiyasida a'zo bo'lib tuziladi. Respublikaning barcha viloyatlarida gandbol bo'yicha bolalar, o'smir sport maktablari, erkaklar, ayollar va bolalar jamoalari bor. 1991-yil O'zbekiston chempionati muntazam ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Gandbol o'yini texnikasi, o'yin qoidalari bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi, to'pni yerga urib olib yurish. Asosiy qoidalardan biri. Demak, o'yinchi to'pni yerga urib olaveradi yoki sherigiga oshirish bilan o'yin jarayonini davom ettirish mumkin. Qo'llarni tirsakdan bukmasdan yoki bukkan holatda yuqoridan uzatish. Uchinchisi, yuqoridan qo'lni bukib otish, qo'lni yuqoridan bukish, sakrab to'pni otish, yon tomonlardan qo'lni bukib to'pni otish, to'pni yerdan ikki qo'llab to'sib qo'yish, ya'ni blok qo'yish raqibga o'yin qoidalari mavjud. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz qo'l-to'p o'yin qoidalari va to'pni uzatish va olib yurish texnikasini o'rganamiz. Boshlaymiz. Darsimizni maxsus yugurish mashinalari bilan boshlaymiz. Keyingi mashq bilan tayyorlanadi.
Bundan sonra oy Bunların kayıtsına hareket ver. 1, 2, 3, dur. Ver. 2, 3, dur. Ver. 2, 3, dur. Ver. 2, 3, dur. Nasıl yapalım? Bunlar yürüyor. Elinize gelin. 3, dur. Ver. 2, 3, dur. Ver. 2, 3, dur. Ver. 2, 3. Nasıl yapalım? Bunlar oynayın. Maxsus mashqlarni bajarib o'tadi. Uning birinchi mashqi to'pni o'ng qo'l va chap qo'lda yuqoriga olib ushlash. Bu mashqimizni foydali tomoni to'pda barmoqlarni to'pni siqilish takomillashtiriladi. Keyingi mashqimizda demak to'pni oyoqlar sahiyaga olib o'ng oyoq, chap oyoq navbatida mashq bajaramiz. To'pni boshlab. Sal gazdan yegamiz. Keyingi mashqimiz to'pni boshlash va qabul qilish mashqini ko'rib chiqamiz. Demak, boshlab to'pni uzatamiz, qabul qilamiz. Bir qo'lda uzatamiz, bir qo'lda qabul qilamiz. Demek keyingi mashqimiz to'pni yerga solishni kuzatish va qabul qilish.
mashqimiz to'pni yerga sapchitib olib yurish mashqini o'rganib chiqamiz. Buni boshlaymiz. Keyingi mashqimiz juftlikda bajariladi. To'pni harakatga uzatish va qabul qilish. Jarima zarralarini bajarish, darvozani, to'pni darvozasini jarayonida bunchalik olishni o'rganishadi. Keyingi mashqimiz jarima maydonidan tashqarisida, demak, darvozani mo'ljalga olish. Har xil usullarda mashq qilamiz. Boshlaymiz. Mashqimiz tamom. Demak, bugungi o'yin qoidalari va to'pni qabul qilish mashqini o'rganib chiqdik. Uyga beriladigan vazifa umumiy o'rgatuvchi mashqlar, to'pni mashqlarni bajarish va to'pni uzatish, qabul qilish, to'pni yerga olib yurish va juftlikda sherik bilan bajariladigan mashqlarni takrorlash.